hamma chinorlarni kesib tashlashgan. Ularda pullashgan. Bu o'zini terisini yangilab turadi. Bitta do'stimiz chiqqanda pichoq bilan A+G qilib o'zini sevgan qizini ismini yozib tushgan. O'zbekistonga archani olib kelishdi. Archani O'zbekistondagi yashashi 90 ga 100 ga 90. Mana shu chinor daraxtini kesib sotib Turkiyaga, Xitoyga, Rossiyaga sotganlar уже o'lib ketishdi. Mana shu chinor daraxti 1000 yillik, 500 yillik daraxt hisoblanadi. Bu daraxt o'zini terisini yangilab turadi. Qarang. Mana shu terilarni o'zi to'kib bunaqangi yangi terilarni chiqarib uzoq yil yashaydi. 500 yil, 1000 yil yashaydi. Bu daraxtlarda shaharda konditsioneri ham deyishadi. Bu o'ziga changlarni yutib olib, issiq havoni yutib, sovuq, salqin havo chiqaradigan Allohning mo'jizasi. Shunaqa daraxt hisoblanadi. Biz institutda o'qigan paytimizda bu 2000-yilga davr, 97-yil institut bitirgan bo'lsak, Andijon shahari bilan Farg'ona shaharini shunaqangi solqin tasavvur qilasizda. Ikki tomoni katta chinor edi. Biz institutga kirgan paytimizda bizni do'stimizning dadasi kvartira sotib olgan. Ana shu kvartiramizni 3-etajda aynagini to'g'risi katta chinor bo'lardi. Shu chinorga 3 kishi turardik. Bitta do'stimiz chiqqanda pichoq bilan A+G qilib o'zini sevgan qizini ismini yozib tushgan. Keyin ikkinchi do'stimiz menikini ham yozib berasan degan. Ikkosi tepaga daraxtga chiqishib A+G, K+N qilib yozib tushganda, bular bu chinor daraxtini 500 yildan keyin mana shu A+G bilan N+K kim ekan deb odamlarni nimasida qolamiz, esda qolamiz deb tarixda 500 yildan keyin bizni eslab yurishadi deyishib, shunaqangi yoshlikdagi sho'xliklarni qilishganda, lekin afsuski bu daraxtlar 500 yilga ham bo'lmadi. Ja uzoq yashadi, bir 6 yil, 7 yilga bordi xolos. Ular esdan chiqdi. Tarixda qolmadi. 2000-yillardan keyin Andijon, Farg'onani butun chinorlarni kesib tashlashdi. Rahbariyat kesib, uni Turkiya, Xitoy, Rossiyaga pullashdi. Pullab pullarni yeb tashlashdi. Ular qaysi oliygohlarda o'qigan ekan, qanaqaga bilim bor ekan? Bularni men bilaman, qanaqaga institut o'qiganini. Bular Cho'ntak degan institut o'qishgan. Ana shu eski Rossiya davrida hamma O'zbekistonga kirib kelgan korrupsiya, poraxo'rlik, ana shu o'rislardan kelganda, ular ashlarning ta'limini olgan rahbarlar hisoblanadi. O'zbekistonga archani olib kelishdi. Archani O'zbekistondagi yashashi 90 ga 100 ga 90. 90% o'ladi degani. Bu archa O'zbekiston O'rta Osiyo daraxti emas-da bu. Unga namlik kerak, unga suv kerak. O'zbekistondagi yo'q chinor issiq 30-40 gradusga chiqib ketgandan keyin u archalar hech qachon bittasini tutmadi. Chinorlarni sotib yeyishdi. Bir necha yildan keyin menga bir do'stimiz telefon qildida, do'stim dedi 1,5 ga yarim metrlik chinor daraxtlari bor. Ya'ni chinor taxtalari bor. Rossiyada yaxshi olayotgan. Buni miltiq yasash uchun miltiqlarni qo'ndoqlarini mana shu chinor daraxtdan yasaydigan. Chunki chinor daraxti juda qattiq, proshniy, qimmat hisoblanadi-da, mebel sozligida yaxshi ishlatiladi. Va harbiy sohada ham buni juda yaxshi xaridori bor ekan. Men qiziqib ko'rdim, internetlarda qaradim, xaridorlarni istab so'rab ko'rdim. Haqiqatan chinor daraxtini olishadigan. Va narxini juda qimmat aytdi. Bu aytdiki, qayerdan olasan? Men o'yladimki, o'zini uyini atrofidagi chinorlarni kesib, uyga taxlab qo'ygan bo'lsa dedim. Yo'q dedi. Bitta joyda bazada dedi, vagon chinor daraxtlari turibdi dedi. Ular dedi Turkiyaga sotayotgan ekan, hozir yo'llari bekilib qoldi, endi Rossiyaga sotadi ekan. Shunga xaridor top dedi. Ming afsuski bu chinorlarni kesganlar hozir o'lib ketishdi. Buni pulini yeganlar ham o'lib ketishdi. Xullas O'zbekiston iqlimini buzishiga ular sabab bo'ldi. Keyin yana shuni aytishimiz kerak-da, bu chinor daraxtlar suvlarni yaxshi ko'radi. 1000 yillik, necha avlodlarning guvohlari bo'ladi bu daraxtlar. Chunki bu chinor daraxti O'zbekistonda haqiqiy simbollar deydi-ku, shunaqa ham hisoblanadi. Bu chinor daraxtini shaharlarda ko'rka, shaharlarda konditsioner deyishga ham bejiz emas-da. Shunaqa do'stlar, agar yoqqan bo'lsa, like, o'zingizlarning fikr mulohazalaringizni qoldiringlar. Bu chinor daraxtlarini kesganlarda haqqiga ham duo qilib qo'yinglar. Endi Alloh taolo ularga gunohlarni insof bersin. Ularning haqlarini eslab qo'yaveringlar endi. Bizda nima qoladi? Yaxshilik qoladi. Chunki
Bular shunaqa davrda katta bo'lganki, sobiq SSR davridagi oliygohlarda o'qigan, haqiqiy korrupsiyani rivojlantiradigan oliygohlarda o'qiganda ular. Chunki O'zbekistonda oldin haqiqiy O'zbekiston 22-yildan oldin O'zbekistonda hech qanaqangi korrupsiya, birovga pul berish, poraxo'rlik bo'lmagan, din yaxshi bo'lganda. Birinchi o'rislar O'zbekistonga kelib, qandaydir bir masalani hal qiladigan paytda o'rislar o'rgatgan bitta shokolad olib kelganda, shokolad bergin, ishing hal bo'ladi degan. Ana shu shokoladni berish bilan korrupsiyani boshlashgan bular. Endi hozir mana Rossiyaga shokoladlar to'lib ketdi. Qaysi magazin kerak? Snickers deysizmi, Mars deysizmi, Alyonushka deysizmi, hamma shokoladlardan bor. Mana shu barglarga e'tibor bersangiz, bularda barglari doim changlashib turadi. Bu chang qayerdan? Mana shu havodagi changlarni o'ziga yutib, o'ziga olib qolishidan. Chinor daraxti ko'proq suvni yaxshi ko'radi, ariqda bo'ylarida yaxshi o'sadi. Mana hozirgi kunda O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi juda yaxshi ishlar olib borilyapti. Men bunga juda xursand bo'lyapman. Asosiy meni o'smirlikdan keyin hayotim Rossiyada 20 yil Rossiyada o'tdi. Rossiya davlatlaridagi tadbirlar O'zbekistonda endi qo'llanilyapti. Bu Rossiyada agarda bitta daraxt kesadigan bo'lsa, sizga juda katta shtraf soladi. Bu eskidan bo'lgan. Mana shu qonuniyat hozir O'zbekistonda ham joriy qilingan. Bunga juda xursand bo'lish kerak, chunki shaharda salqinligi, mana bu ekologiyani buzilishi, hammasi shundan. Shunaqa do'stlar, chinor daraxti 1000 yillik daraxt, ne avlodlarni ko'radi bular. O'zini terisini yangilab turadi. Shaharni konditsioneri, shaharni tozalab turadigan chinor daraxtlarini asrash kerak do'stlar. Shuning uchun biz bu daraxtlarga ehtiyot qilishimiz kerak. Shaharlarimizni, iqlimlarimizni yaxshilashimiz uchun o'zimiz hissamiz qo'yishimiz kerak. Albatta yoqqan bo'lsa like, o'zingizlarning fikr mulohazalarni kommentariyada qoldiringlar. Shunaqa. Ha, Palonbek? To'g'ri.